Germaniyada nashrdan chiqadigan Eynek nomli siyosiy jurnalning 16 noyabr hukumatning bir maxfiy hujjatini oshkorlab e'lon qilgan Federativ hukumatning maxfiy Xitoy strategiyasi nomli maqolasidagi muhim mazmunlar 2 kundan buyon Yevropadagi ko'plagan axborot vositalarida ko'chirib tarqatilib diqqat qo'zg'amoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Germaniya tashqi ishlar ministrligi tomonidan tuzilgan yangi Xitoy strategiyasi aslida texnik tasdiqdan o'tmagan va oshkorlanmagan loyiha bo'lib, 59 betlik bu loyihasi Germaniyaning munosabatlik ministrlarining ko'rib fikr berishiga sunilgan. Eynek jurnali bu loyihani qo'lga tushirib, buningdagi muhim mazmunlarni oshkorlash bilan birga, bu mazmunlarga qarata mutaxassislarning o'xshamagan ko'z qarash ham fikrlarini qo'shib e'lon qilgan. Maqolada izohlashicha, bu maxfiy hujjatda Uyg'urlar va Tibetliklar uchrayotgan ig'ir kishilik huquq dafsanchiligiga, Hong Kong masalasiga, ko'nsiri kuchli tahdidga yo'l qo'yayotgan Tayvan masalasiga ko'ngil bo'lishga doir mazmunlar o'rin olgan va ta'minlash zanjiri qonunida majburiy emgak chetishlik tovarlarni ma'ni qilishning chora-tadbirlari bayon qilingan ekan. Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklariga qarata zarur tepilganda jazo tadbirlarini yo'l qo'yishdan chekinmaslikmi tilga ilingan. Uyg'urlar haqida bundan boshqa yana qandaq mazmunlarning borligi va qandaq bayon qilinganligi to'g'risida konkret ma'lumot berilmagan. 2021 yil iyul oyida bir Xitoy shirkati Angliyaning eng chong o'zak zavodini sotib olishni tamomlagan. Ammo Angliya hukumati 16 noyabr kuni qarorini o'zgartib, Angliyaning davlat bexatarligiga tahdid solgan deb Xitoy shirkatining piyini sotishni talab qilgan. 16 noyabr kuni Angliya Savdo ishlari ministri Shappisining o'z davlatining bexatarlik xavfining oldini olish uchun Neshberiya o'zak zavodini sotib olishni to'sadiganligini aytgan. Bu o'zak zavodining bosh shtabi Gollandiyada bo'lib, ammo Xitoyning yarim davlat ig'dorchiligidagi shirkati Vintay texnik shirkatining ig'dorchiligida ekan. 2022 yilning 5-da Angliya hukumati bu kelishimni yangi qonun bo'yicha tekshirgan. Bu qonun hukumatning sezgur sohalarga sotib olish va mablag' solishni cheklashiga, shundaqlab putgan savdoni keyni qaytarishga yo'l qo'ygan ekan. Angliya bosh ministri Sunak Xitoy kompartiyasining tahdidiga qarshi turish uchun kuchli tadbir qo'llanganligini aytgan. 9 noyabr kuni yana Xitoyning Germaniyaning ishga o'zak zavodiga solgan mablag'ini to'xtatgan. Xitoyning razil maqsadi oshkorlangan sari dunyoning har qaysi joylarida o'zak zavodi sotib olishi tasga to'xtagan. Xitoyning davlat ilkilik shirkatlari chet el portlariga mablag' solishni kengaytib, dunyoning har qaysi joylariga qatnash to'sish markazlarida cho'ng payni egillagan ekan. Obrotchilar Xitoy bir balvaq bir yo'l tashabbusidan foydalanib, ko'plab mablag' selish va dunyodagi bir qism asosiy portlarni kontrol qilish uchun ko'plab mablag' selishdagi maqsadning aslida siyosiy, harbiy, so'zlash huquqi va kontrol qilish qatorliq orqa ko'rinishlari bor ekan. Shi Jinping 2013-yilda Xitoy kompartiyasining yuqori darajalik rahbarlariga Xitoyni dengiz okean kuchli davlatga aylantirishga buyruq qilgan ekan. Mana endi 10 yildan keyin g'arb davlatlari Xitoyning muddaosining tasavvuridan yiroq ekanligini his qilgan. Bir balvaq bir yo'l munosabatli davlatlar oxirida pul qarzini qaytara olmay, o'z tavallikidagi port, ommaviy aslihalar yoki konlar va bir qism boyliqlardan foydalanib qarzni qaytardi. Natijada Xitoy o'zlari erishmoqchi bo'lgan narsaga erishgan. Mutaxassislarning qarashicha, g'arb davlatlari azaldan Xitoyning bir balvaq bir yo'l tashabbusi ziyon tortadigan savdo deb qaragan, hamda Xitoyning umumiy strategiyasiga diqqat qilmagan va hushyorlikni o'stirmagan. Naştı qilmaganda kelib chiqadigan oqibatlar. Etiganlik naştı 3 vaqt tamoq ichidagi eng muhim tamoq hisoblanadi. Uzoq mezgil naştı qilmaganda turli kasalliklar paydo bo'ladi. Birinchi, oshqozon yallig'i yoki oshqozon yarisini paydo qiladi. Etiganda naştı qilmaslik hazm qilish sistemasining sog'lomligiga hammadan ziyonli. Odatda normal ahvolda oldingi kuni kechda yegan tamoq 6 soat atrofida oshqozondan o'tib, 3 yo'lga kirib bo'ladi. Navada ikkinchi kun etiganda naştı qilmaganda oshqozon kislotasi va oshqozondagi hazm qilish enzimlari oshqozonning terpini hazm qilishga boshlaydi. Doim shundoq bo'laverganda, hujayra ajratgan yepishqoq suyuqlikning normal iqtidori buzg'unchilikka uchrab, oshqozon yarisi va 12 barmoq uchay yaris qatorliq hazm qilish sistemasi kasalliklar paydo bo'ladi. Ikkinchi, o't tosh paydo bo'ladi. Mutaxassislar naştida yog' tarkibi yuqori yemekliklarni ozroq iste'mol qilishni, etiganda naştı qilmaslikka odatlanib qolmaslikni tavsiya qiladi. Chunki etiganda och qo'rsoq turaverganda, o't suyuqligi osonlik yig'ilib qilib, o't tosh paydo bo'ladi. Uchinchi, dos bo'shliqi yollig'ini paydo qiladi. Ko'pincha qiz ayollar o'riqlash uchun hatto naştimi qilmaydi. Bunda qilganda ko'payish sistemasining sog'lomligiga og'ir ta'sir etadi. Bo'libmi qishda naştı qilmaganda odam badaniga osonlik quvvat yetishmay qoladi. Shu sababli ayollarning badanini sovuq qoplab, dos bo'shliqidagi qon tomirlar tarayib kasal paydo qiladi. 4. Qon tomir kasalliklari paydo qiladi. Uzoq mezgil naştı qilmaganda tuvan qo'yiqlikdagi yog' oqsili qon tomir devoriga yig'ilib qilib, arteriya qetishini paydo qiladi. Shunga sog'lomlik uchun etiganda naştı qilish kerak. Naştıda sut,
süt, qitiq, irimchik, ochliqdan ishlangan yemekliklar, arpa umuchi, meva sharbat qatorliqlarni iste'mol qilish muvofiq.